Hi everyone, welcome to the Language Training Center video classroom, and today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 37, Making a Bookcase. Assalamu alaikum sahabatlar, yaxshimisizlar? Bugungi darsimizda yangi o'quv ingliz tili birinchi qism 37-chi dars Making a Bookcase degan darsni o'qiymiz. Hamsa kitoblarning o'sha 37-chi darsini ejib, o'sha dars bilan birga mashina bir biluvga insonlar. Xo'sh, hamsa shu bugungi darsimizdagi avval yangi so'zlarni bir o'rganib chiqsak, undaqda shu bugungi darsimizga o'xsharadigan yangi so'zlarni avval bir qatim bir ko'rib o'taylik. Agish bo'lganlar, birinchisi nima ekan desanglar, work. Okay, o'qinglar, work. Yaxshi, work, xizmat qilmoq, ishlamak degan gap, fe'l. Okay, number 2, hard. Okay, hard. Okay, hamda bu tirishib, qattiq, masalan, qattiq ishlash, tirishib ishlash, nima? Work hard. Work hard. Okay, next one is make. Okay, nimada bu deganimiz make. All right, make. Make deganimiz yasamoq degan gap. Yasamoq. All right, next one is a bookcase. A book, kitob, case, eshik, sanduq, chamadon deb bo'lgan nima? Bookcase. Kitob shkafi. Kitab shkafi. All right, next one is hammer. All right, hammer. Xo'sh, endi hammer deganimiz nima bo'ldi? Bolqa degan gap, ha? Hammer deganimiz bo'ldi, bolqa. All right, next one is paint. Paint bo'lsa, sirlamoq. Okay, next one, pink. Okay, pink. Pink shapqilchichki, holram, shunami? Okay, next one, favorite. Okay, favorite. Favorite. Ang yoqtiradigan, ang yaxshi ko'radigan bo'lsa, nima? Favorite. Qaranglar, work hard, make bookcase, hammer, paint, pink, favorite. All right, first one is work. Okay, and the birinchi so'z nima ekan? Bo'ladi, work. And the work deganimiz nima? Desanglar, ishlamak yoki ish degan gap. Qaranglar, go to work. Okay, go to work. And the go degan barmoq nima? Go to work bo'lsa, ishga barmoq. Ishga barmoq. Ishga barmoq degan nima deymiz? Go to work desa. Endi masalan, ma'lum yeri ishlash, ishlamak bo'lsa nima desanglar, work in some place. Masalan, I work in a bank. Men bir bankda ishlayman. I work in a bank. Men bir bankda ishlayman. Endi bu yerga he works at the bank bo'lsa, u bir bankda ishlaydi. Endi bu yer at the bank bilan in a bank degan, and in a bank degan bir bankning ichida. Demakki bankda ishlaydi degan gap. Ma at the bank deganimiz jo'grafiyalik o'rinni ko'rsatadi. Demak, endi u bir bankda ishlaydi demakchi. Shu bankning ishxonasida yoki bankning o'zida shunami? At the bank demakchi bir jo'grafiyalik o'rinni ko'rsatadi bolalar. Farqi o'xshashlarni nima bankda ishlaydi degan gap, ha? Undan keyin yana we work from 8 to 6. Biz shu 6 dan 6 gacha qanday qilamiz? Ishlaymiz. We work from 8 to 6. We work from 8 to 6. Biz 8 dan 6 gacha ishlaymiz demakchi. Shu kunduzlik mashg'uliyat vaqti shunami? Work. Work deganimiz ishlamak. Okay, and masalan, how are you doing at work? Okay, how are you doing at work? And how are you doing? Demakchi, bir ishlashingiz qandaroq at work? Demakchi, xizmatingiz qandaroq? Xizmatingiz qandaroq ishlayapsiz degan gap bo'ldi. How are you working at work? How are you doing at work? Hamda ishlaring qandaroq? Demakchi nima? And they are working in the office. Hamda nima? Bular qarsanglar bu resimda nima? Ular nima ishlayapti? They are working in the office. Ular ishxonada ishlayapti. Demak, hamda ma work deganimiz ish degan gap, ha? Masalan, homework deymiz, uy topshiriq. Demakchi topshiriq. Masalan, o'quvchilar sizlarga berilgan topshiriqni deymiz, shu homework deymiz. Work, good. Next one is hard. Okay, hard. Hard deganimiz qattiq. Qattiq. Masalan, work hard, study hard, hard working. Endi bu inglizchimi? Masalan, uyg'urcha o'xshash qanday desam, masalan, qattiq ishlamak. Demakchi, intan tirishib, demakchi aytdi. Tirishchilik bilan degan gap shunami? Masalan, work hard. Demakchi, tirishib ishlamak. Masalan, he works very hard.
u intayin tirishib ishlaydi. Demakchi, ishchan, tirishchanlik bilan ishlaydi demakchi, ha? And the study hard. And the tirish o'rganmak. Nayda tirish ishlagan, o'rgangan bo'lsa, uni study hard. Okay, and the hard working and the ma'ni ma'risanlar bu alayda sifat, ha? And the ikki tal so'zdan tuzilgan sifat. Shuni men o'tirga siziq so'qadi. Demak, hard working, tirishchan degan gap. Masalan, hard working student, tirishchan o'quvchi. Okay, tirishchan o'quvchi. Okay. Masalan, hard working employee, tirishchan xodim degandek. Okay. For example, I work hard every day. Men har kuni tirishib ishlayman. I work hard every day. Men har kuni tirishib ishlayman. Tushunaman? Masalan, she's hard-working student. She is a hard-working student. And u bo'lsa bir nayti tirishchan o'quvchi. O'quvchi. Hard. Okay, what about next one is make. Okay, make. Make deganimiz boshda markada bo'lgan shunaman. Masalan, what make is it? It is a Volvo. Onun markasini mersa o bo'lsa bir Volvo shunaman. Endi bugungi ma'no mersa make yasamak. Masalan, make a coat. Palto yasamak yoki palto tikmak shunaman. Make the bed. Karvatni yig'ishtirmak. Yoki o'ransamak, o'ranjig'mak degandek, make the bed. And then make a noise. Okay, noise degan varangchiron shunaman. Varangchironlar yasig'ini olamda. Varangchiron qilmoq shunaman. Varangchiron paydo qilmoq. And then make a mistake. Make a mistake bo'lsa, xatolik yasamoq. Demak, xatolik o'tkazmak degan gap, ha? Make a mistake. Make a mistake. Make a mistake. Demak, inglizchada bir gap, ha? Shu xatolik o'tkazish sizningki tirishayotganligingizni isbotlaydigan bir isbot yoki shohid debchi. Demak, sizni xatolik o'tkazishdan qat'iy qo'rqmang. Sizning xatolik o'tkazganingiz naq sizningki yangi bir ishga tirishayotganingiz, shu ishni o'rnab qo'yayotganligingizning shohidi. Xatolik o'tkazmasangiz hech narsaga erishamaysiz. Xatolik o'tkazsangiz cho'qim bir narsaga erishasiz, ha. Okay, u bo'lsa experience, tajriba. Bu bek muhim narsa. All right. Okay, and I like to make paper clothes. Okay. And then I like to, men bunda qilish qamroq. Nimaga biroq to make paper clothes. And then men qog'oz kiyim-kechak yasash qamroq. Demak, qog'oz bir masalan bir qizlar bunda bir kiyim-kechak yasab bunda qilish qanday amroq tushunami? Shuningga I like to make paper clothes. I like to make paper clothes. And the king sucha, my mom is making the bed now. Apam hozir karvatni qanday qilyapti? Yug'ishtiryapti. Masalan, atdegan o'rinlardan tug'andan keyin qanday qilsa, make the bed qilsa. Karvatni bir tuzashtirib o'tamiz. Ya karvatni bir oranj yig'ishtirib qo'yamiz-ku. Ham chet ellikniklar shu karvatni retlasa, karvatni yig'sa, make bed deymiz. Demak, my mom is making the bed now. Hozir karvatni qanday qilyapti? Yig'ishtiryapti. Endi masalan, buyruq jumlalarni menda qilmang deganda deymiz inglizcha don't deymiz. Don't make a noise in the classroom. Darsxonada varang-churun qilmang. Demakchi don't make a noise in a classroom. Don't make a noise in a classroom. Demakchi darsxonada qanday qilmang? Varang-churun qilmang.